Surxon Termiz Umid MC rahbariman, Umidjonman. Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchangi bilan shug'ullanaman, biogaz ishlab chiqaraman. Muhtaram prezidentimizning 2024-yil 13-fevral qaroriga asosan subsidiya ajratilgan paxta uchun shu biogazlarni olib kelib berdik, xudo xolasa uzdik. Fermerlar xo'jaliklar ayting ikkalasini ham. Dilmurod Mir Asalbek bittasi, Diyar Jayxun. Общий hisobda 18 tonna 400 mda shuncha edi, o'zi aniq bilmadim. Xullas mana biogazlar kelib tushdi. Biogazlar kelib tushdi, xudo xolasa. Oldin 8 tonna olib berganmiz, uni mana ularni olgan. Xohlagan xaltangizni ochyapsan aka. Mana aka, buni biogaz. Mana biogaz mana ochig'i bor ekan mana. 05 yildan o'tgan, mana o'zimning mashinamda, shaxsiy mashinamda olib kelib berib, uzib bo'ldik. 10 tonna 100 kilo bugun olib kelindi, oldin 8 tonna 100 kilo olib kelingan, uzildik. Aka, xudo xolasa nasib bo'lsa, bu odamga aytsangiz, videoni tashlab beraman. To'g'ri.